Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram aziz jamoatil muslimin, hurmatli otaxonlar, aka ukalar, hoj dadalar, Alloh taolo hammamizning ibodatimizni qabul qilsin. Allohga shukr azizlar, qarang, katta bir masjidda turib, hoj dada desak, masjidning yarmi to'ldirib odam Xudo kallasini ko'taryaptilar. Hojilarimiz, umraga borganlarimiz juda ham ko'payib ketdi. Kattalar yaxshi biladilar, bir paytlar hajga borish u yoqda tursin, u haqida o'ylashdi o'zi mushkul ish edi. Uzoqqa bormang, yaqinda, men 30 yil yoqdagi gapni gapiryapmiz. Bu yerda o'tirgan yoshi ulug'lar buni yaxshi biladi. Hajga boramizmikin deb yig'lab o'tib ketganlar ota-bobolarimiz. Hattoki shunday darajada odamlarning yuraklari ezilib ketganki, agar mabodo mana shu sobiq ittifoq bo'yicha borgan bo'lsa, 10 ta odam, 12 ta odam hajga borgan. Bizi diyorimizdan borsa 3-4 ta, oshib ketsa 5 ta odam, unda ham o'sha muftiyning o'rinbosarlari, katta ulug' ustozlar borganlar xolos. Ular ham osongina bormagan, ular ham oldin Qohiraga uchgan, Misrga borgan, Misr orqali Misrda kvotasiga, ya'ni Misrga bergan ijozatdan foydalanib borganlar. Juda mushkil bilan borib kelishganlar. O'sha qaytib kelganlarida birlari o'sha bitta tasbih olib kelgan ekan. Bu yerda yoshi ulug'lar ehtimol bilar. O'sha tasbihda ozgina ichida bir tuynigi bo'ladi, qarasangiz Ka'baning rasmi ko'rinadi. Mana shunday kichkinagina ko'rinmaydigan bo'lsa ham o'shini ko'zlariga surtib yig'laganini men ancha yosh edim, bir davrada o'tirib ko'rganman odamlarni. Hatto shu darajada bo'lganki, odamlar, azizlar, agar mabodo bir odam hajga borib kelsa, hajdan kelib Zamzam suvi ham ozginagina kelgan, uni ham o'sha katta bir chelakdagi idishga ozgina bir qoshiqda qo'shib qo'yganlar. Shuni odamlar tabarruk qilib olib ketganlar. Ichmagan o'shini ham olib ketib, uyga borib kichkina bir shisha idishchalarga solib, "Men olamdan o'tsam shunda yuvasan" deb vasiyat qilganlari bor azizlar. Bugunchi azizlar, bugun qanday bo'lyapti? Bir qaraylik. Yaqinda ham o'zi qariyb 5 mingga yaqin odam hajga borayotgan bo'lsa, hozir Allohga shukr azizlar, 15 mingdan ziyod odam hajga borib kelyapti. Mana shu 2-3 yil ichida qariyb 60 mingdan ortiq odam hajga borib qo'ydi. Zamzamni ham avvalgidek yig'lab ichish yo'q bo'lib qoldi endi hozir azizlar. Odamlar avvalgidek yuraklari oqib hojini ko'rsa, "Ya Alloh, mana shu odam Ka'batullohni ko'ribdi" deydigan hissiyotlardan ham uzoqlashdik. Ko'payib ketdi. Allohga shukr, endi bunga shukr qilish kerak. Umra-chi azizlar, umra. Sobiq ittifoq davrlarida umraga bormagan, mustaqillikning ilk davrlaridan ozgina o'tganda umraga ruxsat berdi, unda ham mavsumiy. Bizda hozir alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin, prezidentimizdan azizlar, umrani kvotasi olib yuborildi. Sayyohlik shirkatlariga litsenziyasi borlarga ruxsat berildi. Hozir umraga borish bo'yicha dunyoda eng oldiga chiqdik. Hajda o'sha haj vazirining yig'ilishida ishtirok etganimizda haj vaziri o'zi ta'kidlab aytayapti, 800 mingdan ziyod odam O'zbekistondan bir yilda hajga kelibdi. Qariyb 1 millionga yaqin azizlar. Shuncha imkoniyatlar bo'lsa ham biz bandalar ba'zan shu berilayotgan Allohning ne'matiga shukr qilishlikdan o'tib, noshukrlik darajasidan ham o'tib turib, haddimizdan oshib ketadigan darajada ishlarni ham qilib qo'yamiz. Mana bu narsadan hushyor bo'lish kerak. Umradagi qilinayotgan ishlarni ko'rdinglar. Bu yerdagi borib odamlarni beodobona qilayotgan harakatlari haqida men ko'p gapirdim azizlar. Bugun endi yana bir narsani haqida gapirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqda ko'ryapman, sizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Uni ba'zan odamlar faxr qilib ham ko'rsatyapti. Falon viloyatdan bir hoji akamiz velosipedda hajga ketdilar, umraga ketyaptilar. Kimdir yayov ketyaptilar. Yana bittasini ko'rsatdi, tuyami otmi mana buni minib ketyapti. Qaysidir bir filmdan ilhomlanib kimdir onasini aravaga solib olib ketyapti. Azizlar, bir narsani bilib qo'yishimiz kerak. Haj bu albatta buyuk bir ibodat. Avvalo buni ixlos bilan Alloh uchun qilinadi. Alloh Qur'onda aytadiki, estaizu billah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan solihan va la yushrik bi'ibadati rabbih ahada" deydi. Bas kimki Parvardigori bilan muloqotda bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda ezgu amal qilsin va Parvardigoriga ibodat qilishda unga hech kimni sherik qilmasin. Ya'ni xolis bo'lsin deydi. Ibodat Alloh uchun qilinadi. Kimlardir ko'rishlik uchun emas. Falonchi boryapti, men ham boraman-da.
nima uchun endi men bormasligim kerak deydigan amal emas bu haj umra azizlar. Kimga farz bo'lsa boradi. Farz bo'lmasa bormaydigan ibodat. Alloh Qur'onda o'zi va'da bergan. Estaizu billah, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech kimga toqatidan kuchi yetmaydigan narsani yuklamaydi. Nimaiki Alloh buyurayotgan bo'lsa, bandasini toqatiga yarashani buyuradi. Agar bu odam badavlat bo'lmasa, borish imkoniyati bo'lmasa, sog'ligi yaxshi bo'lmasa, bu ibodatni qilmaslik haqqi bor. Ammo nima bo'lsa ham shuni qilaman deyishlik bu shariatda yo'q. Ayniqsa bir narsani bilish kerakki, velosipedda borsa yoki piyoda borsa yoki mashinada borsa yoki tuyada, otda borsa savobi ko'proq bo'ladi degan narsa yo'q hech qayerda azizlar. Payg'ambarimiz o'zlari ham, sahobalar ham o'sha Madinadan Makkaga kelayotganlarda tuyada, ot ulovlarda kelgan. Bu o'sha mahaldagi eng qulay transport bo'lganda bundoq qilib aytsak. Chunki Rasulimiz alayhisalom tuyada kelganlar, hatto o'sha tuyada haj qilganlar. Bu piyoda yayov yursa savob bo'ladi degan joy yo'q. Hatto mazhab kitoblarimizda bir necha yillar muqaddam hali bunaqa qulayliklar, avtoulovlar, samolyotlar, boshqalari yo'q bo'lgan mahalda odamlar ayni mana shu tuya yoki otlarda ketayotgan mahalda piyoda bora haj qilishlikdan qaytargan kitoblarimizda. Tarixga nazar tashlasak, haj uchun ota-bobolarimiz aksar holatda o'z zamonasidagi bor imkoniyatlari ot ulovlarda safarga chiqishgan. Kam holatlarda piyoda yurishgan. Chunki uzoq masofaga piyoda yurish juda mashaqqat bo'lgan. Piyoda haj qilish to'g'risida mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi makruh deganlar. Chunki piyoda haj qilishda safar mashaqqati odamning xulqiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kishi fe'lini tajan qilib qo'yadi. Majma'ul Anhur degan kitobda shunday deyiladi. Ulovda haj qilish piyoda haj qilishdan afzaldir va fatvo ham shungadir deb yoziladi. Qarang, o'sha mahalda ulovdan kechib piyoda ketishlik yaxshi emas deyaptilar. Endi hozir mana shu fatvodan kelib chiqib hozirgi zamon ulamolari tushuntirib aytayaptilarki, agar boshqa transport imkoniyatlari turib, yo'q, men o'zim mashaqqatga qo'yib bo'lsa ham velosipedda boraman, piyoda tuyada boraman deyishlik bu durust emas. Mana bu fatvoga muvofiq makruh azizlar. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bir hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Ra'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rajulan yuhadi bayna rajulayn. Anas radhiyallohu anhu aytayaptilar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom mana shu hajga ketish yo'lida bir kishini ikkita odamning orasida qo'liga suyanib ketayotganini ko'rdi. Piyoda ketyapti, charchagan, ikkita odamning qo'liga osilib olgan ketyapti. Boshqa bir roviy Yazid aytadiki, o'sha ikkisi o'g'illari bo'lgan deydi. Ya'ni ikkita o'g'lini ushlab ketyapti ekan bir odam. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom buni ko'rib, "Mahada" dedi. "Bu nima hol?" dedi. O'sha yerda turganlar aytdiki, "Bu odam" dedi, "Nadara an yamshiya", piyoda yurishlikda nazr qilgan ekan. Ya'ni piyoda haj qilaman deb qasd qilgan ekanlar dedi. Shunda qarang, Rasulimiz alayhisalom nima dedilar? Haligini maqtamadilar. "Vo, rahmat senga. Shunchalik taqvodor bo'lasanmi, shunchalik muhabbatli bo'lasanmiki, sen shu piyoda yurib haj qilyapsanmi?" demadilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Innalloha azza va jalla an ta'zibi hada la g'aniyun muruhu falyarkab" dedilar. Alloh taolo bu kishini o'zini azoblashidan behojat dedi. O'zini azoblashlik bilan bu Allohga yaqin bo'lmaydi degan ma'noda aytibdilar-da. Muruhu, unga buyuringlar, falyarkab, mini bosin dedilar. Qarang, qaytardilar. Bunaqa hadislar juda ham ko'p. Imom Abu Shayba rivoyat qildi bu hadisni. Boshqa bir hadis bor. Uqba ibn Amr al-Juhani radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan. Unda ham bir sahoba kelib, "Singlim piyoda haj qilishlikni nazr qilibdi" dedilar. Nazr degani o'ziga o'zi qasd qilish, Allohga va'da berish. Nazrdan qaytsin, uning uchun 3 kun roza tutsin, nazr uchun. Lekin ayt singlingga biror narsani minib borsin dedilar. Qaytardilar azizlar. Endi hozir ketayotganlar o'zlaricha shu ishi bilan juda katta bir matonat, taqvo ishini qilyapman deb o'ylayapti. Meni kechirasizlar-ku, aksari tamagiram bo'lib chiqyapti. Mana ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz. Velosipedda ketyapti, odamlar "Ey, hoji aka" deb ehson beryapti. Falon davlatdan o'tayotganda bular yordam berdi, biznikilar, falonchilar yordam bermadi. Eng achinarlisi, mana shu joyda bizni yurtimizni bayrog'ini ilib olyapti-da azizlar. Bunga buyurilmagan azizlar.
Allohga shukr, 5 soatda olib borishlik imkoniyatini berib qo'yibdi. Uchoqlarda borsin. Allohga shukr qilaylik. Biz hozir 21-asrda yashayapmiz-ku. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davridagi emas, o'sha davrda ham aytib o'tganimdek o'ziga yarasha bor imkoniyatdan foydalangan. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerakki, hozir endi hojilarimiz ko'p, umraga boruvchilarimiz ko'pligini ko'rib hammada albatta tabiiy havas uyg'onadi. Bir musulmon sifatida Allohning baytini ko'rishlik, savob olishlik umidi bor. Lekin boshqa amallar bilan ham o'sha savobni olish mumkin. Men yana qaytarib aytaman, hech kimni Baytullohga borishlikdan to'xtatayotganimiz yo'q azizlar. Alloh nasib qilsa boring. O'zim ham doim duo qilaman. Kimga duo so'rasa Alloh Baytullohga yetkazsin deyman. Chunki mu'min bandani orzusi, lekin mana shu ibodatdan ko'zlangan maqsad savob olish uchun qilinadi. Bir hadis bor. Abu Ya'la rivoyat qiladi, mana Tabaroniyda keladi. Bayhaqiy rivoyatlari, Ibn Hibbon va boshqalar bu sahih degan. Rasulimiz alayhissalomning oldilariga bir yigit kelib Rasulimiz bilan hijrat qilmoqchi bo'lganligini aytadi. U zotning yonida turib jang qilmoqchiligini aytadi. Siz bilan hijrat qilsam, siz bilan birga jang qilsam deydi. Nima uchun? Chunki savob umidida-da. Rasulimiz alayhissalom nima degan bilasizmi? U yigitga qarab, "Ota-onang tirikmi?" dedilar. "Ha, tirik" dedilar. "U holda sen ularga xizmat qil" dedi. Ota-onaga xizmat qilishning haj va umrani savobini beradi dedilar. Va yoshlar, onangizni aravaga o'tkazib, u yoqqa olib borib xizmatini qilmang, siz uyda o'tirib xizmatini qiling ota-onangiz. Qo'ynini oling. Ota-onaga yaxshi nazar qilib qo'yishlikning o'zi katta bir savob. Yoki yoshlarimiz baquvvatman, men velosipedda ketaveraman deyotgan bo'lsa, hadisda aytay ularga, Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja rivoyat qilgan sahih hadis jamlanmasiga kiradi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Kim bir ilmni o'rganish uchun uydan chiqsa, Alloh unga jannatdagi yo'lini oson qilib qo'yadi. Uni bunday chiqishi yo'lidagi har bir qadami haj qilgan kishining qadamiga o'xshaydi" dedilar. Qarang, o'qishingizga boring, ta'limingizga boring, ana shu har bir bosgan qadamingizga shu savob bor. Shuning uchun asli maqsad savob bo'lsa, bu savoblarni qilaylik azizlar. Siz velosipedda ta'magirlik qilib, odamlardan yordam ber deb ketishdi o'rniga shu yerda bunaqa savob ishlarni qilingki, undan ko'ra ko'proq savob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislari keladi, Al-Mu'jamul Kabir kitobida, Ibn Abi Dunya, Qazoul Havoij, Bayhaqiy kabi manbalarda kelgan. Ulamolar bu hadisni hasan yoki hasan li g'ayrihi deyishgan. Bu hadis ajib hadis. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar: kim bir musulmon birodarini ehtiyojiga yursa, ya'ni boshqa bir musulmonga yordam berish, dunyo tashvishini qutqarish uchun qadam tashlasa, o'sha odam mening masjidimda deydilar, ya'ni Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirgandan afzal dedilar. Azizlar qarang, lekin Rasulimizning tavsiyasini eshityapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar: bir oy ko'chaga chiqmasdan, tashqariga chiqmasdan o'sha masjidning ichida o'tirgandan ko'ra ham ko'proq savob beradi ekan, agar bitta boshqa bir birodarimizni dunyo tashvishini aritib qo'yishga harakat qilsak. Mana buni qilaylik azizlar. Bir qo'shnimiz qila olmayotgan ishga yordam berib qo'yaylik. Kasal bo'lsa o'shinga yordam beraylik qo'limizdan kelganicha. Nima dunyo tashvishi bo'lsa yordam bering, ana shu savobni olasiz. Shuning uchun Allohga shukr qilaylikda, o'zimizdan o'zimiz bunaqa har xil hijolatlik ishlarni qilmasligimiz kerak. Men kuzatyapman, boshqa dunyoning biror joyida mana shunaqa narsa yo'q azizlar. Men velosipedda chiqib ketibdi, boshqa bir ikkita ko'rib qolmasak, bunaqa yo'q. Agar biz hozir shuni to'xtatmasak, bu ommaviy tusga kiradi. Hamma shuningga havas bilan qilaman deyapti. Yo'q azizlar, mana marhabo, umraga borgiz kelyaptimi? Ana sharoitlar yaratib qo'yildi. Marhabo, xohlang sayyohlik shirkatidan boring, xohlang musulmonlar idorasidan boring. Kuzatuvchi bor, 50 boshi bor, ibodatingizni maza qilib keling. Unga imkoniyatingiz bo'lmayaptimi? Uni o'rniga boshqa savob bo'ladigan ishlarni qiling. Velosipedda necha kilometr ketgan vaqtingizni bolangizni tarbiyasiga sarflang. O'sha bolangiz bir kuni sizni katta bo'lib, o'qib, qo'lingizni yetaklab o'zi hajga olib borib keladi, samolyotga o'tkazib inshaalloh. Mana bu tomoniga e'tibor beraylik. Men hammani ziyrak bo'lishlikka chaqirib qolaman. Agar bunaqalarni ko'rsak, to'xtatish kerak. Hatto ayol kishi ketyapti velosipedda. Bu juda uyat azizlar. Bu narsalarni to'xtatib, bir o'zimizga kelib olishimiz kerak. Alloh taoloning va'dasi bor. Meni bergan ne'matlarimga shukr qilsanglar, men uni ziyoda qilaman deganda.
Allohga shukr qilaylik, Alloh bundan ham ziyoda qiladi. Alloh hammalarimizni tinchlikda, ofiyatda qilsin. Hajlarga borish nasib qilsin, umralarga borish nasib qilsin. Lekin mana bunday yengillik bilan, Alloh bergan imkoniyatlar bilan borib, kuzatuvchilar bilan birga, atrofingizda yaqinlar bilan birga ibodatlarni qilishlikni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.